Qadrdonlarim, bu yangi kir mashinani ustanovkasi. Albatta hamma yangi kir mashinalarda bunaqa transportirovочный 4 ta bolti bo'ladi. Mana bittasini уже yechdim. Mana ichida shunaqa narsani olib tashlash kerak bo'ladi. Buni o'rniga paketida zaglushka bor, shuni yopib qo'yiladi. Xullas mana 13 головка bilan mana yechib, chap tomonga burasi yechiladi. Xo'p, hozir men sizlarga yana yechib ko'rsatib beraman. Xullas mana shu narsani olib tashlash kerak bo'ladi. Bu yechilgan transportirovочный bolt, mana aytdim, vatta shuni yechib tashlab turib, originalniy mashinalar komplektida albatta suv kirgizish shlangi bo'ladi va mana shunaqa zaglushkalar bo'ladi. Zaglushkani olamiz, mana bu yerga mana qo'yamiz. Ixtik, и mana bu yerda kichkina teshikchasi bunga ham qo'yamiz. Bunga ham qo'yamiz mana. Ko'rdilaringizmi? Xullas 4 ta zaglushkani shunaqa qilib tiqib chiqamiz. Nima bu? Вообще yo'qotma o'zingni, вообще.